Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa Transformer komplet naborlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Maloshli holatda, cho'qqu holatda ikki xil rangda bo'ladi. Uchinchi rangi seri, och seri rangda. Xo'p, bularimizni bir chekkadan tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik narx-navosini so'rayapti. Narxlarni aytamiz har bitta videoyimizda. Narxlarni aytib o'tamiz, razmerlarni aytamiz. Qaysi holatda nima ichiga nima kiradi? Отдельный holatda ham sotilaveradi. Direktdan yozsanglar yoki lichkalarimizga yozsanglar, batafsil tushuntiramiz. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Mana narxini ichida, kompleksida bortiklari, pashaxonalari bo'ladi. Pashaxonani stoykasi ham bo'ladi. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsa, shkaflarimiz 1.36 lik, eniga balandligi 2.10, ichi chuqurligi 50 sm bo'ladi. Bitta qanotda polka bo'ladi, rasmlarni joylab qo'yamiz. Bitta qanotda tepada polkasi bilan vishelkasi 3 ta tortmadan iborat. Xo'p, malejimizni, belanchigimiz razmeriga keladigan bo'lsa 1.30 ga 80 lik bo'ladi. Transformer deganimiz sababi cho'ziladi. 80 ga 1.30 lik holatga 1.30 lik tarafi 1.80 1.85 gacha cho'ziladi. Bu narsasi panjarasi. Buni olingandan keyin shu turishiga spanliga ulasa bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Mana chiroyli holatda bunimiz Chestera 4 ta g'aladon, bitta tumbichkadan iborat bo'ladi. Tumbani ichida polkasi bor, 4 ta tortmasi. Bu tepasidagi bola yo'rgaylagani, pampersni alishtirgani, xolasa olib qo'yaverasizlar, xolasanglar o'ngga, chapga sursa bo'laveradigan holatda. 05 kadrda olyapman, razmerlari kattaligi uchun sig'mayapti. Bunisi bejiviy holatda tushuntirganimizdek. Bunimiz 1.20 lik, balandligi 90, ichi chuqurligi 50 sm bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Yana bitta transformerimiz, bunimiz narxiga keladigan bo'lsa shu seriyasi maloshligi. Mana bitta, ikkita, uchta narsa ichidagi to'shak, pashaxonalari, stoykalari bilan 9.500 ming so'm. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, yana kelishamiz. Xo'p, seriya rangdagisi bunimiz yana bitta transformerimiz. Belanchigi bir xil bo'ladi, shkaflari kichikroq razmerda. 1.20 lik, balandligi 1.90, ichi chuqurligi 45 sm bo'ladi. Bu ham podroskovoy holatda. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu Chestera shuni 4 ta tortmadan iborat. Polniy mexanizmlari davodchik bo'ladi. Xo'p, bunimiz holatini ko'ryapsizlar. Bunimiz ham ichidagi xuddi shu narsa aytganimizdek. Bunimiz ikki xil rangda, bejiviy oppoq bo'ladi. Gumbaz holatdagi fasoni shunaqa bo'ladi. Gumbaz deb ham, bunimiz pianino fason. Oqi, maloshligi. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsa 5.900 ming so'm bo'ladigan narxlar. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka puli kelishiladi. Manzilimiz O'zbekiston Andijonda joylashgan. Qolgan videolarimizni ko'rsanglar, polniy nabor komplektlarimiz bor, har xil fasondagilari. Bunimiz transformer desanglar o'zimiz bilamiz. Qo'shimchani o'zingizlarga kerakli ma'lumot bo'lsa, direktdan yozinglar yoki nomerlarimizda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Lichkadan yozsanglar, polni tushuntirib o'tamiz. Tushunmagan joylarda narxlarni aytdik. Xudo xolasa aytganimizdek, yanagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqib, o'zingizlarning mahsulotingizni bemalol zakaz qilishinglar mumkin. Hammanglarga sog'lik tilaymiz.